Bu hayotda ba'zi narsalar bor, nihoyatda qimmat bo'ladi. Avtomobillar bor, million dollar turadigan avtomobillar bor, yoki bo'lmasam boshqa bir turli narsalar bor. Qadri qimmati baland, juda ham baland. Endi ana o'sha qadrli, qimmatli bo'lgan avtomobil yoki boshqa bir jihoz o'zini maqsadi uchun ishga yaramasa, u mashina, u avtomobil ishlamasa, u telefon ishlamasa, u kompyuter buzuq bo'lsa, bularning qadri qimmati bo'ladimi? Bo'lmaydi albatta. Har qancha qimmatga olgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, uni qadri qimmati yo'q, chunki u yaratilishdan bo'lgan maqsadini bajarmayapti. Kir yuvadigan mashina kirini yuvmayapti. Uzog'ingizni yaqin qilish kerak bo'lgan bu avtomobil ishingizga yaramayapti. Uni nima qimmati bor? Aslo qimmati yo'q. Endi u bir konserva qutiga o'xshagan, olib borib eritib yuborish kerak bo'lgan yoki tovuqxona, katakxona qilib qo'yadigan. Qadri shu uni, faqat boshqa qadri yo'q uni. Inson hayotini qadri qimmati ham azizlar xuddi shunday. Agar inson yaratilishdan bo'lgan maqsadi uchun bu hayotini sarflamas ekan, bu hayotning qadri qimmati yo'q. Inson uzun yashagani bilan, boy yashagani bilan, bu dunyoda shoh bo'lgani bilan va yo hatto gado bo'lgani bilan o'lchanmaydi insonning hayotini qadri qimmati. Bu inson yashagan bu hayotida abadiy hayotni qozona oldimi? Bu qisqa hayotida jannatni qo'lga kirita oldimi? Bu unga berilgan hayotni, oxiratni qozonishlik uchun, Allohning rizosini topishlik uchun sarfladimi? Agar sarflagan bo'lsa, ne go'zal. Bu hayot haqiqiy qadri qimmatli hayotdir. Agarki qisqa bo'lsa ham, tasavvur qiling, biri bor 100 yil yashaydi, birisi bor 18 yoshida vafot topib ketadi. 18 yoshida, 15 yoshida o'lib ketgan go'dak kerak bo'lsa, 100 yil yashalgan hayotdan ko'ra yaxshiroq agar Alloh rizosini topa olgan bo'lsa. Alloh rizosi hayotimizni asosiy g'oyasi bo'lishi kerak azizlar.